Kompyuterga ham qanday birinchi tez yordam berishni bilarmidingiz? Bilmasangiz 2 daqiqalik video ko'rish orqali bilib olasiz. Kompyuteringizni yoqdingiz-u, ekranda kutilmaganda BIOS oynasi yoki HDMI no signal yozuvi chiqib qoldimi? Darrovda asabiylashishga yoki vahima qilishga shoshilmang. Eng muhimi, kompyuterni qo'ltiqlab ustaxonaga olib borish shart emas. Muammoni uydan chiqmasdan ham o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Keling, hozir hammasini sizga bosqichma-bosqich ko'rsatib beraman. Buning uchun kompyuterni o'chirilgan holatda yon krishkasini bo'shatib olamiz. Orqasida 2 dona sho'rufi bor. O'sha bolti bor 2 dona. Buni tortamiz. Orqaga tortganimiz chiqadi. Keyin birinchi o'rinda mana ichidagi xotirasi sug'uramiz va buni yaxshilab bir pudab tashlab, tozalab, changdan tozalab yan joyiga qo'yamiz. Va ikkinchisi, kompyuterning ichida operativniy pamyat bo'ladi, buni olamiz. Mana pastga bosiladi, chiqadi. Olgandan keyin buni vlajniy nam salfetkada yaxshilab mana tishlarni artib, ichlarni ham bir pudab tashlab joyiga buni noto'g'ri joyi yo'q, o'zini mana bu tishi bo'ladi. Shunisiga qarab turib qo'yamiz. Qistirib qo'yamiz. Yonini berkitib olib, o'sha orqasidagi tok kabelni sug'urib olamizda. Mana endi power knopkasi bor oldida. Buni bir 5-4 marta bosib tashlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bosib, yana tokka tiqib ulab. Keyin yoqib ko'ramiz. Bismillah. Mana yondi. Kompyuterimiz ishga tushdi. Siz ham sinab ko'ring, o'ylaymanki sizda ham foyda beradi. Videoyimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.